ko'rinishdan GT-Line'dan hech qanaqa farq qilmaydigan mana shu kabeshimiz salonda yangisi deyarli 30 million turadi. Lekin men sizlarga mana shu kabeshni deyarli yarim narxga qo'yaman, 300 millionga yaqin. Faqat videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosasizlar. Har bittamizga shunaqa yangi mashinalarni salafanni yechib, o'zi haydash nasib qilsin. Mashinamiz Kia K5, tashqi ko'rinishini ko'rsatasiz. To'liq GT-Line pozitsiyaga o'xshash, sababi diskalargacha almashtirgan ekanlar akamiz, lekin bu 3-pozitsiya 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Dekabrda olgan salondan deyapti, deyarli 23 tashqi ko'rinishga alohida e'tibor berasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mutlaqo toza. Zo'r holatda turibdi mashinamiz. Balonni ko'rsatib o'tasiz. O'rta holatda akamizda diska GT-Line diska qo'yilgan. Salon holatiga keladigan bo'lsak, marhamat. Ashkalar bilan yaxshilab ko'rsatib o'tasiz. Hali paketlar olinmagan ekan, turishini qaranglar buni. Probegal 30 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Yaxshi holatda. Bitta kamchiligi aytib o'tganimizdek, panorama yo'q bunda. Keyin sidenasi farq qiladi. Boshqa defektlari bor. Lekin hali salafanlari bu zavod salafan, bu yasalmagan xullas. Orqasi. Markasi. Marhamat. Mashina benzinda, hech qanaqa gaz o'rnatilmagan. Bu dehqonning mashinasi. Bozorga qo'yganimiz yo'q yoki uyga borganlar yo'q. Xullas, yaxshi mashina ekan, ko'chaga ko'rib qoldim. Aka shuni sotsak, birdan qo'yaylik kanalimizga deb 26 ming dollar deyaptilar. Ham naqd pulga kelsalar kelishadigan joyi bor. Egalari raqami pastda bo'ladi, telefon qilib baraka qilsang bo'ladi. Kabesh olmoqchi bo'lgan do'stiga jo'natib qo'yasiz videoni. Rahmat hammaga.